savollarimizga to'g'ri javob bering va sug'urta sohibiga aylaning. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bular sizga. Hali xursand bo'lmay turing, savollarimga to'g'ri javob bersiz, hamma sizda qoladi. Agar odam tanasi DNKsini olib, uni to'g'rilab ketma-ket joylashtirsa, uning uzunligi taxminan nechaga teng bo'ladi? Bilmayman. Mayli, xafa bo'lmang, ikkinchi savolim ham bor. Agar lift erkin tushayotgan bo'lsa, lift ichidagi odam taroziga chiqsa, uning og'irligi qanaqa bo'ladi? Muvozanatda turadi. Aniq javob emas. Agar inson tanasidagi barcha atomlar orasidagi bo'shliq olib tashlansa, butun insoniyatning hajmi qanaqa bo'ladi? Buni ola qoling o'zingiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bular sizga. Hali xursand bo'lmay turing, savollarimga to'g'ri javob bersiz, hamma sizga bo'ladi. Birinchisi, agar odam tanasi DNKsini olib, uni to'g'rilab ketma-ket joylashtirsa, uning uzunligi taxminan nechaga teng bo'ladi? 1 kilometrdan ziyodmidi yo 200 qanchada bilmayman. To'g'ri topolmadingiz. Ikkinchi savolim ham bor. Agar lift erkin tushayotgan bo'lsa, lift ichidagi odam taroziga chiqsa, uning og'irligi qanaqa ko'rinadi? Vazinsizlik holatida bo'lsa kerak, bilmadim. To'g'ri javob bera olmadingiz. Uchinchisi ham bor. Agar inson tanasidagi barcha atomlar orasidagi bo'shliq olib tashlansa, butun insoniyatning hajmi qanaqa bo'ladi? Oxirgisi. Olmadim shekilli. To'g'ri javob berganingizda hammasi sizda qolardi. Mayli, xafa bo'lmang. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bular hammasi sizga. Hali xursand bo'lmay turing, savollarimga to'g'ri javob bersiz, hammasi sizda qoladi. Agar odam tanasi DNKsini olib, uni to'g'rilab ketma-ket joylashtirsak, uning uzunligi taxminan nechaga teng bo'ladi? Nima? Xo'p, yana bir marta qaytaraman. Agar odam tanasi DNKsini olib, uni to'g'rilab ketma-ket joylashtirsa, uning uzunligi taxminan nechaga teng bo'ladi? Kilodami? Shunda nechaga teng bo'ladi? To'g'ri javob bera olmaysiz. Ikkinchisi, agar lift erkin tushayotgan bo'lsa, lift ichidagi odam taroziga chiqsa, uning og'irligi qanaqa ko'rinadi? Men liftdan qo'rqaman. Agar inson tanasidagi barcha atomlarning orasidagi bo'shliq olib tashlansa, butun insoniyatning hajmi qanaqa bo'ladi? Bitta odamdan olib tashlaymiz, keyin butun inson. What? To'g'ri topolmadingiz? O'ylab ko'rishingiz mumkin, keyingi safar g'olib bo'lishingiz mumkin. Sog' bo'ling. Sizchi, bu savollarimizni javobini bilasizmi? Agar bilsangiz, izohlarda yozib keting.